Sizlarga bank tomonidan ajratilayotgan imtiyozli kreditlarni qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Hozirgi kunda Agrobank tomonidan yuridik shaxslar uchun eng imtiyozli kreditlarimizdan hozir 300 Prezidentning 312-son qaroriga asosan 6 yilga kredit ajratilyapti. Kredit foizlari 18% dan agar ayol kishi rahbar bo'lsa, agar erkak kishi rahbar bo'lsa 20% dan 6 yilga kredit ajratib beramiz. Imtiyozli davri 2 yil deb tashkil etiladi. Undan tashqari hozirgi kunda yoshlar uchun kredit ajratib beryapmiz. Yoshlar uchun kredit ajratilayotgan kreditlarimiz 5 yillik hisoblanadi. 18% dan kredit ajratib beryapmiz yoshlar uchun. Ya'ni 30 yoshgacha 30 yoshga to'lmagan, ya'ni 18 yoshdan yuqori 30 yoshga to'lmaganlar uchun ularning kredit foizi 18% tashkil etadi. Xohlasin yuridik firmasiga ajratib beramiz, xohlasin jismoniy holatda ham kredit olsa bo'ladi, o'z-o'zini bankda tashkil qilgan holatda. Bundan tashqari ishsiz fuqarolar uchun mahalla tomonidan jismoniy shaxslarga ajratiladigan kreditlarimiz ham bor. Ularga biznesga birinchi qadam, biznesga ko'mak, ular mahalla loyihasidan kredit ajratib chiqaryapti. Bunda fuqaro o'z-o'zini bank qilgan holatda mahalladan tavsiyanoma olib keladi, plastik kartochkaga tashlayveradi. Bunda biznesga ko'makka 12 mingdan so'mgacha sug'urta asosida kredit ajratib beramiz. Bundan tashqari mahalla loyihasidan dasturda kredit ajratadigan bo'lsak, kafillik asosida 50 mingdan so'mgacha